Assalomu alaykum qarindoshlar. Jibran Halil Jibranning Danishmand nomli asrini o'qishni boshlasam, mehnat. Bir dehqon mundaq o'tindi. Bizga mehnat haqida so'zlab bergan bo'lsangiz. U mundaq javob berdi. Sen zimin va ziminning ruhi bilan billa ilgirlash uchun mehnat qilasan. Chunki rohat va g'ururlik seni zamonning yot mehminiga, hayotli qo'shinidan tushib qolg'uchiga aylantirib qo'ydi. Hayotli qo'shini hayvatlik, jasurona, ulug'vor, itoatman qo'shin. U cheksiz olg'a ilgirlaydi. Mehnat qilgan chog'ingda sen xuddi bir nayga aylansanki, yuragingdan urg'ib chiqqan sirlaring muzikaga aylandi. Barliq mavjudiyatlar bir-biriga yo'l bo'lib, kuy yangratayotganda aranglardan kimmi biri qumush bo'lib yolg'iz ham unsiz turishni xohlasin. Sizlar doim ba'zi kishilarning ishlamak jafo, emgak baxtsizlik deganini anglaysizlar. Men sizlarga shundoq aytamanki, ishlagan chog'inglarda zaminning eng go'zal tushlarining ma'lum bir qismini ko'rsizlar. Tushinglar hayotinglarning qayerdan boshlanganligini ko'rsatadi. Tinimsiz ishlagan chog'ingda sen hayotni haqiqiy so'ygan bo'lasan. Emgak ichida hayotni so'yguningda hayotning eng cho'nqur mohiyatlik sirlari sana ayon bo'ladi. Mubodo sen turmushning mushaqqatiga chidamay hayotni kulfat hisoblasang va tirikchilik qilishni qarg'ish sifatida peshonangga yezib olgan bo'lsang, men sana shundoq deb javob beramanki, bu qarg'ish so'zlarini faqat peshonangdagi terlar yuyutalaydi. Sizlar ba'zilarning hayot zulmat demakdir deganini anglaysizlar. Yerib charchig'ingda senmi bundoq so'zlarni tilga olasan. Men deymanki, agar ilhomlantiruvchi kuch bo'lmasa, hayot haqiqatanmi qorong'u zulmatdir. Agar bilim bo'lmasa, barliq ilhomlantiruvchi kuchlarning ko'zi ko'rdir. Agar mehnat bo'lmasa, barliq biliming behudadir. Agar sevgi bo'lmasa, har qanday xizmat ma'nisizdir. Qalbing muhabbatga to'lib ishlaganingda o'zing bilan, insonlar bilan, Alloh bilan birlashalaysan. Qanday qilganingda qalbing muhabbatga to'lib ishlagan bo'lsan, yuragingdan ipak sug'uri atlas to'qu. Uningdan tikilgan kiyimni xuddi sevgining kiydigandek. Qizg'inlik bilan uy imorat sol. Uningda xuddi sevgining turdigandek. İlliqlik bilan uruq charch. Usulini xo'shallik bilan o'rib yig'ib ol. Xuddi uningdan sevginingning oziqlangandek. Shu chog'da o'zing opriz qilgan barliq narsalaringni o'z ruhingning tiniqlari bilan sug'urgan bo'lasan. Jannatdagi farishtalar buni bilib turdi. Sana nazar soladi. Sizlar tush ko'rib doim cho'ng qiyo toshlarni uyib, uningda o'z obrazini yaratilgan kishilar yer haydab teriqchilik qiladigan dehqonlardan texmu olijanobdir. Hasan Husaynning qog'oz va raqtlarga ko'chirilgan kishilar fabrikalarda raq to'quvchilardan ustunlardir deganlarni angladim. Men sizlarga tushimda emas, balki o'ngimda shundoq demoqchimanki, shamolning kauchuk tariqi bilan mungdashqandagi ovozi nozik chimanlar bilan mungdashqan chig'idagi shivirlashlardan shirin bo'lishi natoyin. Faqat sevgi muhabbati orqali shamol ovozini mungluq kuyga aylantirgan kishini ulug' desa bo'ladi. Ajr ko'z bilan ko'rgili bo'ladigan muhabbatdir. Sening xo'shallik bilan emas, balki bezor bo'lib ishlaganingdan ish qilmag'ning tuzuk. Buningdan ko'ra masjid darvozasi oldida o'tirg'in va xo'shallik bilan ishlovchilardan tiligin. Agar sen qo'l uchida non yoqadigan navoy bo'lsang, yoqqanning battan bo'ludida bir odamni ochlikdan qutuldira olmaysan. Agar sen minnat qilib turib shirni chiqarsang,
g'udurashlarың bilan chiqargan undaq shirning zaharga aylangan bo'ladi. Agar farishtadek naqshi etalaydigan turqliq naqshi etishni yoqtirmasang, undaqda sen kishilarning kecha va kunduz ovozini tingshaydigan quloqlarini etib qo'ygan bo'lasan. Şadlıq və həsrət. Bir ayol ötünüb so'radi. Əmdi bizga şadlıq və həsrət haqida so'zlab bersiniz. U mundaq javob berdi. Sening şadlığın dal sening niqab sizlangandagi həsrətingdir. Sening şadlıq buluqunda həsrətlik ko'z yoshlarım var. Uningdan boshqa yana qandaq bo'lmoqchi? Qayg'u həsrət sende qanchaki cho'nqir iz qoldirgan bo'lsa, sen qalbingga shuncha ko'p şadlıqni sig'dira olaysan. Sen şadlıq şarabı içken cam aslida kolalichining xumdinida pishirilgan emasmi? Yürəkingni titritidigan mungluq ahanglarni chiqiradigan ney aslida tig' bilan kesilgan va yasalgan qumush emasmi? Şadlıqqa cho'mginingda qalbing cho'nqurligiga nazar salsang, burun seni həsrətə duchor qilgan narsalarning endi seni şadlıqqa cho'mdirganligini bilasan. Həsrət chekkiningda qalbing cho'nqurligiga nazar tashlasang, burun seni kuldirgan narsalarning endi seni yig'iltayotganligini his qilasan. Ba'zilar həsrətdən şadlıq ko'p bo'ladi deydi. Yani ba'zilar yo'q, şadlıqdan həsrət ko'p bo'ladi deydi. Men deyman, ular bir-biridan ayrıla olmaydı. Ular tang mevcut bulup, birisi sen bilen bir sorunda o'tirgan chaqda, yana birisining karotingda uxlayotganligini unutma. Ishonganki, sen hasrat va shadliqning muvozinat taqsida tursan. Muvozinat taqsang quruqlangan chaqda, ondan sen tinchlansan, tampon bo'lasan. G'azinichi sening erishganlaringni taroziga solgan chaqda şadlıq və həsrətingning qaysining qanchalik salmoqda ekanligini ayon bo'ladi.